Sizlarga O'rta Chirchiq tumani, ya'ni Opitnidan umumiy 7 sotuvli xonadon topib qo'ydim. Bitta like deb olsang, obzor qilib tushuntirib beraman. Mana ko'ryapsiz, Opitnida yo'li. Mana shu ko'chadan 7 sotuvli xonadon. Umumiy 5 sotiq kadastrda ekan. Hozir ko'rsataman. Qaranglar. Yulduz Opitni bilasizlar. Istanbul mehmonxonasi naryoqda. Где-то bir 300 metrdan ana bu yoqda anaqa masjid. Ana. Ibodat qilgan imkoniyat bor, xudo xolasa. Mana masjiddan yaqin. Azonning ovozi eshitilib turadigan joyda. Xullas, kadastrda 5 sotiq ekan, o'zi umumiy 7 sotuvli xonadon ekan. Mashinalar ko'payib ketdi. Bu tomonda yo'llar remont bo'lyapti, o'shaning uchun bo'lsa kerak. Ozgina mashina kamaysa o'tib olamiz. Xo'p, xullas o'rtoqlar. Mana ko'ryapsizlar, yaxshi joydan, yo'lda ustidan bo'lgan joydan xudo xolasa sizlarga yaxshi joy topib qo'ydim, xudo xolasa. Kadastr dokumentlardan muammo yo'q. Narxini 83 ming so'rashyapti. 83 ming. Menimcha yo'l yoqasidagi uylarga narxi normali. Mana ko'ryapsizlar, masjid yonidan где-то bir 10 metr chiqadimi? Nima deysizlar? Xo'p, Qo'yliq Fositiga 1,5 kilometr. Qo'yliqning o'ziga 3 kilometr yoki 5 kilometrmi shunaqa atrofida. Aniq lokatsiyasi Telegram kanaliga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Mana uyda fasadi. Mana shu joydan boshlanadi. Giga o'xshagan ekan. Boradi, bu tomoni bu joydan ozgina yer sotgan ekanlar oldinlar. Xullas mana shu. Mana issiqda ozgina charchadim. O'shanga like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Issiq bo'lyapti havo. Mana garaj ham anchagina katta mana. Ko'rasizlar? Mana chegara bu yoqdan. Xullas, Opitni dan nomerlarni ham qo'yib qo'yishgan. Qani bismillah. Sekin boshlaymiz xonadonni. Xonadonga kirganingizda yaxshi, fayzli xonadon ekanligi bilinib turadi. Bu yoq tomonda katta 5 xona bor ekan. Mana ko'ryapsiz. Hovlilar siyashga qilingan. Bu yoq tomonda 2 xona remenkasi bor. Ko'rdingizmi, bu yoqda garaji, 2 xona remenkasi bor. Ya'ni oilaviy o'tirishdi, o'shanga aka bu yoqni olmay qo'ya qoling deyishganiga syomka qilmayapmiz. Mana bu yog'i oshxonasi, bu yoq hojatxona. Mana bu tomonlari. Xo'p, kommunalkalarga keladigan bo'lsak, hammasi yaxshi, gaz, suv, internet hammasi bor. Faqat suv krandan ekan. Motor qo'yilgan yaxshi. Suvlarni ichib ko'rdim, shirin ekan. Endi bu tomondan sekin tanishtirib boshlaymiz. Bismillah. Aka, bu tomonda hali anchadan beri yashamayapmiz, deyapti. Remontlari o'rtacha holatda, yaxshi lekin. Kirib yashasangiz bo'ladi. Hamma xona pol ekan mana. Dalizda ham mana qarang, kattagina. Issiqlik sistemalari. Hammasi yaxshi. Mana bu tomonda ham yana bitta xona bor. Holdan yana bitta ketyapmiz. Bu tomonda yana bitta zal mana. Ko'rasiz, anchagina katta. Bu yoqda ham yana bitta xona. Detskiy qilib qo'ysangiz bo'ladi, misol uchun, yoki spalniymi. Mana shu joylar. Qarang. Xonalar katta ekan. Prosta aka bu yerda hozir yashamayapmiz, deyaptilar. Xullas, ko'chyapmiz, Qozog'istonga ketyapmiz, deyaptilar. O'shanga uyda sotamiz. 83 ming so'rayapmiz, deyapti. So'rayversin, xudo xolasa, chiroyli qilib hali kelishtirib baraka qilib beramiz, deyapti. Mana ko'rasiz, hovli ham anchagina katta. Xudo xolasa, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Yaxshi xonadon. Egalari ham yaxshi, muomalali, yaxshi insonlar ekan. Mana bu yoq tomon molxona. Molxona qilamiz deyishgan, nukladovka qilib tashlab qo'yishdi. Lekin katta. Menimcha bir 7-8 ta mol tiqsangiz bo'lsa kerak. Endi ko'rasizlar endi. Mana bu orqa tomoni. Mana bu yoqdan ariq o'tgan ekan mana. Salqini shabada urib turibdi. Ayniqsa mana issiqda shu shabada yoqyapti menga to'g'risi. Orqada eshigi bor, mana ko'ryapsiz. Xullas, yaxshi joylardan. Olgan odam xullas achinmaydigan yaxshi joy.
Foss Cityda nima deydi, bozor qilaman desangiz ham yaxshi. Yoki bu yerda qanaqadir kelajakda skladmi yoki qanaqadir yana bino tushiraman desangiz ham joylari yaxshi. Xo'p, dokumentlardan ham muammo yo'q, qarzdorlik yo'q. Kadastrlar toza mana. Xo'p, mana 5 sotiq huquqiga umumiy mana ko'ryapsizlar. 7 sotudan sal oshiqroq shunaqa joy. Mana ko'ryapsizmi, mana eshikdan kirib kelganimizda mana где-то G shaklida tushgan. Bu yoq tomon oldin sotgan ekanlar. Lekin buni agar buzib qaytadan quraman desangiz ham to'rt burchak katta hovli tushadi. Chunki uylarning o'zi ham anchagina katta. Bu yerda qarang. 91-yil qurilgan ekan, e'tibor berasiz. 91-yil qurilgan. Lekin yaxshi holatda. Shuni remont qilib, oqlab-ko'klab yasada bo'ladigan xonadon. Bu yog'i banyan oshxonalari hammasi bor. Xo'p, manzilni yana bir marta eslatib o'taman. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, ya'ni Opnida. Masjid yaqin. Maktabga bir 800 metr atrofida, bog'cha bir 200-300 metr atrofida yaqin joy joylashgan, xudo xolasa. Olgan odam baraka topadigan joylar. Snosga, Qizilga, boshqanasiga tushgan joy emas. Toza joy. Shaffof qurilish saytidan tekshirib ko'rdik. Bemalol olib, xarid qilib mazza qilsanglar bo'ladi. Bektemirdan mana shu Opni tomonda yer qidiryaptimi deylar, mana sizlarga yer. Pastda ega raqami, hech qanaqa makler, o'rtada aralashadigan odamlar yo'q. O'zlari bilan to'g'ri-to'g'ri aloqaga chiqib, bemalol savdosini, barakasini qilsanglar bo'ladi. 83 ming so'rashyapti. Xudo xolasa yana ancha o'tib beradigan barakasi bor. Mana shu xonadon. Xudo xolasa kelinglar, savdosini qilib, mana shu yerda xarid qilib olinglar inshaalloh. Sotganga ham, olganga ham Alloh barakasini bersin. Mana shu ko'rib turgan xonadonlar sizlarga nasib qilsin. Like-ni bosib, yaqinlarga shuni linkini olib, Telegram kanalida jo'natib qo'yadigan video. Bunaqasi har doim ham chiqavermaydi.